Diqqat! Pensiya oluvchi fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Hozirgina xabar e'lon qilindi. Pensiya vaqtincha to'xtatiladimi? Bugungi videoda shu haqida batafsil. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va rasmiy xabarlardan birinchilaridan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, ushbu videorolik ostidagi like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'yishni unutmang. Siz shu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Barchangizga katta kun rahmat. Diqqat qiling, yangi qarorga ko'ra, Xalq banki pensiya tarqatish bo'yicha vakolatni rasman yo'qotdi. Markaziy bank qarori bilan ushbu yo'nalishdagi ikkita qaror o'z kuchini yo'qotgan. Ishlamaydigan pensionerlarga to'lovlarni tashkil etish bo'yicha Xalq bankining vakolatlari rasman o'z kuchini yo'qotdi. Bu haqda 30-mart kuni Iqtisodiyot va Moliya vazirligi hamda Markaziy bank qarori imzolangan. Unga ko'ra 2018 va 2019 yildagi yo'riqnomalar o'z kuchini yo'qotgan. Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 29 oktyabrdagi 714 son qaroriga muvofiq fuqarolarning ijtimoiy himoyasi sohasidagi qonunchilik hujjatlari takomillashtirilgan. O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish, shuningdek ba'zilarini o'z kuchini yo'qotgan deb hisoblash to'g'risidagi qaroriga muvofiq pensiya tayinlash va tarqatish byurokratiyadan xoli bo'lgan. Xususan pensiyalarni tayinlash hamda to'lash tartiblarini raqamlashtirish orqali ortiqcha byurokratik to'siqlar bartaraf etilgan. Pensiya tayinlangani to'g'risida qog'oz ko'rinishdagi guvohnoma berish amaliyoti bekor qilingani munosabati bilan maxsus axborot tizimi orqali elektron shaklda ma'lumotlar shakllantirilgan. Pensiya miqdori, tovarlar va xizmatlar iste'mol narxlari indeksatsiyasi darajasini hisobga olgan holda indeksatsiya qilib borilayotgani aytilmoqda. Hurmatli tomoshabinlar, kanalimiz yanada tezroq rivojlanishi uchun iltimos, ushbu videorolik ostiga bitta donadan like bosib, kanalimizga obuna bo'ling.